Senga nima bo'ldi, Halil? Nima yozyapsan o'zi? Menga Qur'on Xudoning kalomi emas demoqchimisan? Agar menga ishonmasangiz o'zingiz o'qib ko'ring. Meni shu natijalardan xursand deb o'ylayapsizmi? Sizdan ko'p marta boshqa odamni toping deb iltimos qildim, lekin siz har safar Alloh seni tanlagan deb aytaverdingiz. Aybdorsiz siz, men emas. Masihiylarni, kofirlarni yolg'on ta'limotini fosh qilasan deb senga shuncha pul to'ladik. Yo'q, siz faqat tekshirib chiq deb aytdingiz. Shunday qildim. Ularning kitobi haqiqat ekan. Faqat bugina emas, Qur'onni o'zi ham Iso Masihni Xudo ekanligini tan oladi. Ovozingni o'chir. O'chir ovozingni. Nimalar deb oldiryapsan? Qur'on aytadiki, Kofir. Iso bulutlarda qaytib kelishini aytgan. U barcha odamlarni hukm qiladi. Al-Moida surasi, Iso yarata oladi. Ali Imron surasi, kasallarga shifo beradi, o'liklarni tiriltiradi deb aytadi. O'chir ovozingni, kofir. Iso bulutlarda qaytib keladi. U oxiratda barcha xalqlarni hukm qiladi. Buni Qur'on ham aytmoqda. Kofir, seni o'ldiraman.